Akalar Andijondan akamiz keldilar. Rullarni yengil qilgani, minib ko'rdik. Rullari juda ham og'ir ekan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Akamizni xudo xolasa xursand qilib jo'natamiz. Mayatnilar qo'yishni boshladik. Chashkalarni qo'yib zo'rlab beramiz. Ketdik. Andijondan keyin akamiz mashinalar tayyor bo'ldi. Birga baho beramiz. Xo'p, amortizatorlar, chashkalari bilan Koreys korpus mayatnilar, qo'loylar regirovka qilib, salon vtulkalarigacha qo'yib berdik. O'ta ideal bo'ldi mashina. Xudo xolasa birgalikda tomosha qilamiz. Akamiz qanday baho beradilar ko'ramiz. Ketdik. Andijonlik akamiz yurib keldilar. O'zlarining fikrlarini bilamiz hozir. Aka, mashina qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi, katta rahmat. Instagramdan ko'rib keluvdik, Andijondan keluvdik. Haqiqatan zo'r bo'ldi. Andijonda qayerdan keldingiz aka? Andijon Eski shahardan keldik. Joni, Eski shaharliklarga taklif qilamizmi aka? Xudo xolasa albatta zo'r kelinglar. Mana shu akamizga qildirib ketdinglar, hada o'ylardi. Hammasini zo'r qilib berdi, molodez. Rahmat katta, ishinglarga omad. Rahmat. Akalar, shuna xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shaharida, pastdan nomerlar qoldiramiz. Jonlar sog' bo'lsin. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.